Oradan yillar o'tdi. Professor Howard Kelly shifoxonada ishlarkan bir bemorni olib kelishdi. Bemor juda og'ir ahvolda edi. Bo'ladi-yu, kasalliklar orasidan kamyob bo'lgan kasalliklardan biri bilan og'rigandi va professor Howard Kelly aynan shu kasallik bo'yicha yillar davomida tadqiqot olib borardi. Oldiga olib kelingan bemorni, hushdan ketgan bemorni ko'zdan kechirarkan, professorni diqqatini ayolni iyagini chekkasidagi xol tortdi. Va darrov angladi, u o'sha ayol edi. Bolaligida unga yaxshilik qilgan, unga yumshoq o'rindig'ida yotishga ruxsat bergan va hatto bir stakanda ayron bergan ayol edi va buni bahosini, haqini, pulini olmagan bir ayol edi. Professor qo'lidan kelgan hamma narsani qildi. Oylar davomida ayolni davoladi, o'zi xabar oldi va boshqa. Ayol tuzaldi va qo'lida u klinikada davolanganligi uchun to'lanishi kerak bo'lgan chek turardi. Qo'rquv bilan chekni ochdi va u yerda bizda mehr va muhabbat pulga hisoblanmaydi. Bugungi muolajani haqi bundan juda ko'p yillar avval bir stakan ayron bilan to'langan degan yozuvlarni o'qidi.